kecha kechqurun basseynga tushib bolalar bilan ozgina dam olib ertaga ketamiz xotirjam deb qildik. Ertalabdan mana 7:30 7dan shu podiyom. Hozir hamma tushib sekin choy ichib yo'lga tushamiz Qoraqalpog'istonga. Keyingi kadrlar shu Qoraqalpog'istondan bo'lishi ham mumkin. Lekin gostinitsa zo'r. Biz Qoraqalpog'istonga yetib keldik. Chalpak qalasi. Yigitlar kutib oldi. Chotki. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Milliy musiqa ansambli. Qoraqalpog'istonga keldik, Asqar kutib oldi. Asqar bizani Qoraqalpog'istonlik bratishkamiz bo'ladi. Bunyodkor fan klubidan chiqqan bu ham. Hozir endi Toshkentga qaytib kelib, Qoraqalpog'istonga foydasi tegadigan ishlarni qilib yuribdi mana. Malades. Xudo xolasa kelamiz, hali ko'p kelamiz. Nasib. Mana. Nomi nima? Qalami? Shilpiq qala. Shilpiq qala mana. Shilpiq qala. Suhroban piplarni yig'ib yuribdi, piplarni. Erkak odam pip yig'adi. Joylashtirib qo'ydim. O'sha yerdan tushib, suv ham bu yoq tarafda ekanda. Mana mana shu yerga keldik. Mana. Nomi ham nima edi? Eslatib ol. Shilpiq. Shilpiq demaydi. Nima degani shilpiq? Mana tushuntirgan bo'laman. Yalpoq. Ha, jalpoq. Shilpiq. Ha. Lekin Sardor aka safarga qo'shilganingizlar buncha sinadan hal chiqmadingiz-a? Hal buncha birinchisi. Qalasi. Oo, mana yo'ldasini bu tarafidasini yo'q ekan. Yomg'ir yog'gan paytda bu yoqda shu yomg'ir o'ziga yo'l topib mana shunaqa yo'laklar eritib yo'l qo'ygan. Qisqasi Shilpiq qalasiga chiqdik. Bu mana kelarkanmiz. Zo'r joylar, Qoraqalpog'da zo'r joylar ko'p ekan. ko'p. Amallab chiqdik. Mana. Mana vid. Amudaryo mana. Mana. Ko'rasizlarmi? Yomg'ir yog'ib, suv pastga tushib, suv bilan mana ketdi pastga. Bu yoqda Amudaryo. Mana shu tepaga chiqib, pastga tushyapmiz endi. Hozir endi sekin yo'lga tushamiz. Qoraqalpog'iston safarida yana bir joyga keldik. Mana shu qoyalarni qaranglar. Baland tepalikni ko'rasizlarmi? Mana bu yoq pastda suv. Mana shu suv mana o'sha yoqqacha bo'lgan degan bir teoriya, bir taxmin qilishdi.
haqiqatdan shunga o'xshaydi. Suv o'sha yoqqacha bo'lgan. Qaranglar. Qirg'oq bo'lib mana shu ketdi bu yoqqacha. O'zimda ajralib turibdi o'zimda. Bo'lingan sloy. Qavat. Mana shunaqa dam olish maskani kelib, bemalol mana pirs bor, mana lodkalar, katerlar bo'lar ekan, bu yerda balot tutsa bo'lar ekan. Oila bilan kelib mana uchalada yashasa bo'lar ekan. Ajoyib shunaqa joylar mana. Qoraqalpog'iston, Ramada, Nukus keldik. Mana. G'alatiga sho'tdilar. Qani Odil aka. Odil aka ham sho'tdilar. Keldi, sekin joylashuv bo'ladi. Xonalar cho'tki. Yana o'sha zakritli basseyn. Sauna. Shunaqa dam olamiz bugun ham. Sardor aka qarang, bugun 2 gacha cho'milish bo'lmasin faqat bassenda. Kecha 1:45 dan chiqishdi bassenda. Bolalar bilan choy ichgani keldik. Damir Hotel. Eslab qolinglar, o'tgan yili mana shu gostinitsada o'tgan yil ham 2 yil bo'lib ketdi. 2 yil oldin shu gostinitsada yotganmiz, Olimpiadaga ketayotganda. Sardor aka, ana qarang, o'tgan safar yo'q edingiz, mana keldingiz o'sha joyga. Bari kelargan nasib qildi. Ha, mana shu to'y bo'ldi o'tgan safar. Lekin har yili qarang, faqat yangi ochilgan gostinitsalarga o'tar ekansiz-da. Shunaqa. Ichki yotmaydi. Pochin. Bugun ham shunaqa bo'ldi, ko'rdingiz-ku? Ochilmay, ya'ni 15 kun bo'libdi ochilganiga gostinitsa, to'liq hali odam zasileni bo'lmagan xonalarga mana bugun kirdik mana. Assalomu alaykum. Tong otdi. Qoraqalpog'iston, Nukus. Tayyorgarliklar. Erta kelib qo'yamiz. Chiqish yo'q. Ob-havo zo'r. Ob-havo tugadi. Mashinalarga benzin quydik. Benzin vaqti qolmagandi. Kilometr ko'rsatmay qo'ydik o'sha. Mashinani qo'ydik-da. Hozir aeroportdamiz. Qozog'istonning bepoyon cho'llari va uzun yo'llari davomida bir kichik shaharchada to'xtadik. Mana lегкий обед, завтрак, обед, полдник. Ujinni qilsa kerak menimcha. Yo'limizni ko'ramiz qani. Shunaqa stolovoy.
Biz hali ham Qozog'istondamiz. Astraxanga taxminan 100 kilometr, 100 nechidir kilometr oralig'ida qolgan. Mana qoraqalpoqlik bratlar bizani kuzatib qo'yishyapti, yordam berishyapti. Sardor akani zapravkani qildilar, hozir ular ham oladilar mashinani. Biza magazinga kiramiz, magazinga. Ha, suv olinibdi, yaxshi. Suv yaxshi bu. Bezgaz suv. Oldingmi? Yaxshi. Mana. Bu yerda zapravka supermarketga o'xshaydi. Hamma narsa bor. O'yinchoqlar ham bor ekan, Zo'r. Mana muzqaymoqlarning xili. Muzqaymoqlarning xili mana bunaqa pyure, olma. Mana shunaqa narsalar. Mana bu. Keyin bundan oldingi magazinlarga e'tibor berdik. Haligi O'zbekistonning shirinliklari ko'p edi. Kraferskiy, yana Medovkimidi, yana kimlarniki bor edi. Hammaga xayrli tong. Biz Astraxandamiz. Kechqurun imkoniyat bo'lmadi video olishga. Ishlar ko'p bo'ldi. Chegarani o'tayotganda bilasizlar, tekshir mana shu gastitsada qoldik. Qani Jahongir ketdi razminkaga, o'sha yerga yugurgani. Ko'chada yomg'ir. Biz bu shaharda bo'lganmiz Astraxanda. 2 yil oldin. Yaxshi shaharcha. Yaxshi, yomon emas. O'sha o'zimiz bilgan Rossiya. Kechqurun qiynaldik. Sababi chegarada pul maydalanmagan. Bularda viza karta ishlamaydi. Chegarada alishtirib olsak bo'lardi. Endi juda kechqurun 2:30da o'tildi. Shunaqa, keyin iloji yo'q. Rossiyadagi tanishlarga telefon qildik, 2:30. Chelyabinda Tohir aka degan aka bor. Telefon qilib, "Assalomu alaykum, Tohir aka" desam, "Uka, hech soatga qarab telefon qilmadingizmi?" deb qo'yib, "Men do'ramansa, sabrsizda nima? Shunaqa ko'chada qolib ketdik, pul yo'q, kartaga pul tashlaydi" desa. Karta kecha blok keyin boshlandi. Hamma tanishlarga telefon qilib, yaxshi yordam berishdi. Yo'q deyishmadi. Chiqib mashinaga sekin joylashib boshladik. Shu yerda o'zidan Abdurahmon aka bir opani mashinasida problema bo'lib qopti. Qarashga tushib ketdilar, Ibrohimni chaqirdilar. Ibrohim endi o'zi usta avtotuning masalalari bo'yicha hozir opani ishi bitadi. Opa o'zi bilmayapti-da qanaqa urovendagi odamlar ishini bitirayotganligini. Yo'q, kishi endi avtotuning masalalari bo'yicha top urovendagi odam bo'lsa, magazin qidirishyapti, batareykasi o'lib qolgan menimcha. Shu batareyasi o'lib qolgan opani magazinga borib bitiradi ishlarini endi. Astraxan, kim bor Astraxandan? Center Plovga keldik. Tanislan bu joyi. Ko'z tegmasin, zo'r. Xasavyurtga ketyapmiz, Dog'iston, Xasavyurt. Voh, dalani qaranglar. Manzarani qaranglar. Kecha ajaldan asrab qoladigan buni. Qo'lingizdagini. Biz Dog'istondamiz. O'zbekiston bo'yicha. Zo'r, juda chiroyli. Reklama olish ham oson emas, reklama olish. Mana shu taxminan yo 5-6 kadr, dubl. Ana. Lekin juda chiroyli joy ekan, juda chiroyli. O'tgan safar shoshilganligimiz sababli to'xtamagandik bu joyda. Keyin o'tgan safar biz yozda yurgandik. Yozda bunchalik chiroyli emas edi. Biz Dog'istonga kirib keldik. Mashinalarga soxta Lukoildan benzin quydik, to'ldirib. Ichida ketmadi. Lukoil bilan buni unutma, yozug'i ham yo'q. Anita Rusneft, anita Rosneftilmi bir narsa. Qisqasi shu zapravkalarga o'xshatib qo'yganda katta ko'p tarmoqli zapravkalarga nomini o'xshatib, yo'q, перерыв.
Kamaz yengichasi ekan mana bu. Ana, nima qilishayotgan ekan bular? Mayli, nima qilishsa ham yomon ish qilishmasin. Dog'istonga bir taxminan 150 kilometr qoldi-yu, menimcha. 150-200 Dog'istondan Maxachkalaga. Chunki Dog'istonga kirib bo'lganmiz-ku. Yo'l yurdik, yo'l yurdik. Endi mana Maxachkala chapga 107 kilometr. Xasavyurt o'ngga 45 kilometr. Zapravkaga to'xtadik. Hozir bu yoq qilib, sekin yana darshi ketamiz. Kecha Maxachkala emas, Xasavyurtga keldik. Xasavyurtda mana bunaqa qirg'iz nomerli mashina inomarkalar ko'p ekan, lekin o'zbekistonlik akalar ham ko'p ekan. Kechadan beri bratlar kelib, assalomu alaykum. Ana, brat kelib bizani olib yuribdilar. Surxondaryodan aka. Jak M3 da yurar ekanlar. Mana bu yerda Dongfeng yurishar ekan borlar. Juda ko'p qirg'izistonlik nomer mana bunaqa. Xitoy mashinalar Qirg'iziston nomerda juda ko'p. Kechik payt yurib qolsangiz, aylanib qolishadi. Mana sani akalarni hamshaharlar qayerdan bilsa bo'ladi, ana shu Nexia ko'rdingizmi? Bir yarmida o'zbeklar yuradi. Charchamadinglarmi? Tuzukmisizlar akalar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Nexia. Endi bu asosiy qism bor Lada. Rossiyaning bu taraflarida Ladani yaxshi ko'rishadi yoki shu eskiroq inomarkalar bo'lsa, o'shani ko'p ana qilishadi. Mana biz Dog'istondamiz. Mana ofat kelgan joylardamiz. Mana uylar, tomlar tushib ketgan, buzilgan. Daraxtlarni tomiri bilan uzib, tepalikdan kelyapmiz. Olib kelgan shu yoqqacha. Ko'rdik, qaradik. Nima yordam kerak, nimani kerak deb mana qildik. Yo'q, hammasi nazoratga olingan. Bu qismga, bu tarafga Tuladan MCS guruh jo'natilgan. Texnika, ichimlik, suv, ovqat, hamma narsa bor. Endi bu tabiiy ofat bo'lganligi ancha bo'lganligi hisobiga qancha bo'ldi? Bir 3 haftacha bo'lib qoldi, menimcha endi aniqini bilmayman-ku. O'sha odamlar o'sha ko'rib, o'sha xotirjam, o'sha hamma o'zini ishini bilib, hammaligi o'zini uyini oldini tozalab, qo'shnisiga yordam berib, shunaqa asosan mana shunaqa ishlar. Produktdan yeyish-ichishdan hech bu yerda muammo yo'q. Bitta mashinani to'ldirib yo'mqisida olib kelib qo'ygan solyarka, benzina, ichimlik suvlarni to'kib tashashgan. Kurslar bilan shtablab bor, mana palatkadan shtablab qilingan. Hamma narsa teng taqsimlanib, egasiga tarqatilib shunaqa. Bizda qiladigan ish yo'q, deyarli qomat. Yo'q ish. Mana Tuladan yigitlar kelgan. Vositasiz yotibdi. Endi nima qilamiz? Verxniy Larsiga qarab yo'l olamiz, menimcha. Balki vaqtimiz qolsa, biron bir kanyonga chiqarmiz. Mana Solakska usheli keldik. Tog'ni aylanamiz endi. Tog'ni aylanib, ko'rib, ob-havo zo'r ekan. O'tgan safar kelganimizda bu yerga mashina qo'yadigan joy edi, bunaqa park emas edi. Sizdan Ibrohim? Bu yerda mashina qo'yadigan. Mashina qo'yardik bu yerga. O'tlarni park qilib, mana bu yerda mana smatrovoy bor. Bunday chetiga kelib tomosha qilsa bo'ladi. Sekin kontent bazam boshlandi. YouTube kanalga video otdi Ibrohim. Kecha posterga rasmga tushganmiz ham. Agar yo'qsa o'sha poster qilib qo'yadi kanaliga. Yo mana smatrovga ketdi. Mana. Hozir Ibrohim ko'rsatadi podpishchiklariga.
Mana Muhammaddan kirib, mana yo'lakcha bu odamlar ketyapti. Odamlar ketyapti. O'sha yerdan yurib most bor. Mana shu ikkita ushelani oralig'ida ulab turadigan o'sha mostdan sakraladi. Ana rezinkaga boylab o'zini pastga uloqtirib olishadi. Mana mashinadan o'tiladi. Mana bu yoqda suvenir do'kon, kofe, yegan ichadigan narsa sotadi. Mana bu kassa. Kassadan pul to'lab olinadi. O'sha yerdagi yo'lakchadan o'sha yerdan yurib kelib himoyalar bor, tosh-bosh tushib ketmasin deb. Ha? Puli to'langan. Ha? Kaska. Ha? Ketdi. İbrahim, tezroq. Mana bu yerda shu gidroelektr stansiya bor. Ichimlik suvi ham shu yerdan boradi deb eshitganman. O'tgan yili. Mana yurib yo'miz sekin pastlarga tushib, bu yoqqa o'rtadagi ko'prikka o'tib ketamiz. Mana yana o'sha himoya vositalari. Bu yer menimcha personal, ishchilar, xodimlar kirib chiqadigan xizna bo'lishi kerak. Bu mana mehmonlarga. Zipline ham borga o'xshab, yo zipline emasmikan bu? Oh, mana g'or. Okey, qani amlab qilib. Shunaqa g'or ekan mana. Nimaga uyushgan buni, nimada bilmadik. Yuh. Qancha yuriladi bu g'ordan endi? Tor joylardan cho'chiydigan, qo'rqadigan odamlar kirmagani yaxshi ekan. Yorug'lik ko'rindi. Asli suv mana. O'sha yerda sakratishadi. Mana boyaga ko'rsatgan ko'prigimiz. O'chirid. Mana shu yerdan kamida 4-5 ta odamga chipta olib, sekin o'chirid olamiz. Nima o'rta yurmayapti. Abdurahmon aka sakrashga tayinlayaptilar. Ko'ramiz qani. Ana hozir sakraylar Abdurahmon aka. O'zi ham juda uzoq tayyorlar ekan. Hamma narsani 2 marta, 3 martadan tekshirib, kaskalarni kiydirib. Qani ko'ramiz. O'zani yonidagidan ham sakraylar.
Просто u yoqda o'chirt katta ekan. Shunga o't kelguncha bu yoqga ham bitta poprovkaga sakrab ko'ryaptilar. Qani? Qanaqa bo'lar ekan? Ha, o'tirar ekanlar. Hozir prejok bo'ladi. Hoppa. Yondagi bola o'rgatyapti qanday sakrash kerakligini Naryo tarzankadan. Qani? Qani? Ha. Qani? Qani? Mana, o yo'qotib qo'ydik-ku. O'tganlar kachalar bor. Yo'tasiz deb doy tezga buloq tushiradi oxirgacha. Bu yerdan ham sakradi. Juda qo'rqinchli, juda. Shunaqa qo'rqinchli. Tog'dan tushdik, mana shaharga qaytib keldik, Hasab yurtga. Endi hozir mana Ilohki biqinga keldik. Hozir bir sho'rvami, shashlikmi yoki sho'rva bilan shashlikmi urmasak bo'lmaydi. Mana Shatyor degan restoran ekan. Shatyor degan restoran. O. Здравствуйте. Mana. Assalomu alaykum. Charchamadinglarmi? Shashlikning jazosini beramiz hozir.